Ko'pchilik o'zbek tili alifbosiga kiritilayotgan o'zgarishlar bo'yicha fikr so'ragan. Albatta bu o'zgarishdan, bu islohotdan hech qanaqangi bir chuqur ma'no qidirish keragi yo'q. Sababi hozirgi kunda har bitta hujjatlashtirish davlat ishlari elektronlashib bormoqda, ya'ni raqamlashish sababli kompyuterda yozuvni osonlashtirish uchun qilinayotgan bu asosiy masala hisoblanadi. Ya'ni ikkita harf bilsanglar kompyuterda yozgan paytda, hujjat yozgan paytda ancha vaqt oladi bu narsa. Bu 2021-yildan beri, 2021-yil ko'tarilgan masala. O'shandan beri bu loyiha mukammal ishlanib kelinayotgan. Ya'ni Fanlar akademiyasi tomonidan, aynan prezident administratsiyasi tomonidan bu narsa aynan tatbiq qilinib, bu ko'rib chiqilayotgan masala edi. Albatta bu yangi alifboga o'tishda bir qator qiyinchiliklar va muammolarga duch kelishimiz mumkin. Sababi hali lotin alifbosiga Kiril alifbosidan o'zbek tili lotin alifbosiga o'tish tugul, hali rus tilidan o'zbek tiliga to'liq o'tolganimiz yo'q. Sababi juda ko'plab davlat tashkilotlar, aynan vazirliklar, prezident administratsiyasida ham hali ko'p tashkilotlarda rus tilida hujjat tayyorlanadi. Buni ko'pchilik biladi, buni yashirish kerak yo'q. Albatta bu yangi alifboga o'tishda ham hali bir muddat vaqt beriladi. Ya'ni birdaniga hamma yozilgan hujjatlar atmen bo'lib ketib, bekor bo'lib bunaqa holat bo'lmaydi. Baribir 1 yildan 5 yilgacha vaqt kerak bo'ladi yangi alifboga o'tish uchun.